zamanda bir o'tinchi o'tgan ekan. U har kuni jangaldan o'tin ip kelib setib, jahondachilik qiladi ekan. Bir kuni u odati bo'yicha o'tin kesib qaytibdi. Dal shu paytda bir jup sirliq ko'z uningga tikilibdi. Hey! İnsan degan sen bo'lamsan. Shu. Men sana gap qilyapman. İnsan degan sen bo'lamsan. Men shu. Bir ishing bormidi? Men boshqalardan insonlarni nihoyat kuchli deb angladim. Men bilan chelishib boqamsan. Agar iyiq bilan chelishsam, meni hashpashtiga chingib oladi. Agar chelishmasam, qarshilik qilding deb yeb qo'ydi. Uningga ko'ra, iyiqni pen bilan yengishim kerak. Men bu sen bilan chelishib kuchimni sinab beqish orzusida yurgan. Ha? Bugun yaxshi uchrab qoldim. Biroq men kuchimni uyda qo'yib ketdim. Aka o'lay, sen qechib ketma, ha? Bo'lamdi. Kuching chopsan epgan, men seni saqlayman. Ey, bugun bu kuchimni epkilayda qutulib qolaman. Ertaga o'g'ri uchrab qolsa qanday qilaman? Uningga ko'ra yana bir pami shiltay. Ey, men gagichi qechib ketsam, men qanday qilaman? Qechib ketmayman. Ishonmayman. Qo'shmayman. Undaq bo'lsa, men seni daraxtga bog'lab qo'yib ketsam, qo'shilamsan. Ha? İxtiyorim. Buvay iyiqni mahkam bog'lab etgandan keyin iyiqqa qarab masxara aralash kulib qo'yib, xotirjam holda uyga qaytibdi. Kichik do'stlar, aytib beqinglarchi, buvay rostilla qaytib kelarmi?